Bugun sizlar bilan Sonic uz bo'ladi va men yangi kanal ochdim. O'zi eslasalaring kerak, mana to'g'risini aytsam, men Muhammad 7073 legendani o'z kanal ochganim, o'sha o'chib ketdi. Endi yana bir marta harakat qilib ko'ryapman. Biz bugun nima qilamiz? Bitta mehmon Shadow. Xo'sh, unga ham iltimos, hozirroq YouTube'ga kirib obuna bo'lib qo'yinglar. Unda ham Minecraft uchun shunaqangi zo'r kontentlar qiladi. Borku, xullas biza zo'r mazza qilib survival qilmoqchi biza. Shunchaki, prosta taka. Bani Shadow'ga chaqirsalar ham bo'ladi, to'g'rimi? Sonic. X'li qo'yapman. Chiroyli kadrdimi? Men Vidros daraxt topib keldik. Biz birlar o'rtamizdan biz seriallar olamiz, to'g'rimi? Seriallar. Har xil. Bizni hatto qishlog'imiz ham shunaqa deb albatta. Bitta 5 like bo'lsa arziydi ishoninglar. Akkacha bu vakit qarab ochishni keyin o'rgatamiz, to'g'rimi? Agar shu videoga kelinglar 20 ta. Da 40 ta like qara, osmonlarni ko'rsat, shiydirlarni ko'rsat. Bu qaranglar. Daraxtlar qimillab yotibdi, to'g'richa qaranglar. To'g'rimi grill qo'rama olsin. Bular ham qimillashini qaranglar. Bu gullarga обязательно bitta e'tibor. Lekin bular qimillamaydi, lekin to'g'ri qara. Ikkita zarbaga bormadi, tayoqcha ursam. Holi o'ldirmabman bu. Yomon qochar ekan bu. Albatta shunaqa. Ketdi yanetta kon bor ekan. Xullas bizda vahshiy zo'r Minecraft mashinaga 40 ta like qo'ysangiz o'rgatamiz. Men talabni o'rgatganman 40 ta like'da. O'sha uchun bo'lyapti. Iltimos, bo'lmasa bundan ham ko'rib olasizlar, lekin iltimos men ham o'rgatgim kelyapti. Bu yaxshi o'rgatadi menga. Da, men yaxshiroq tushuntiraman. Bu Xitoy tilida tushuntirgan shekilli bu. Men описаниеda men Jahonga o'rgataman, qanaqa qilib описание yozishni. Ular o'shandan men описаниеda kanalni. Do'stlar, kimdir ikkinchi kanalingizni yozib qo'yganman, mana Shadow pastki chiziqcha uz salaring chiqadi. To'g'rimi yo'q? Yo'q. Nechta olding? 8 ta. 32 dan 8 ayirsa 30 minus 8 равно 22. 22 bo'ladi. Da обязательно подписка. Обязательно. Agar 2027 kelsa, keladigan yuzimizni ko'rsatamiz. O'zi marikilar taniydi meni. Abla, obunachilar bizni qayerdan biladi? To'g'ri. Mayli do'stlar, biz yaxshi kuchaygandan keyin beramiz. Videoga like bosganlarimizga bo'linglar. Bu juda ham qisqa bo'lishi mumkin, lekin buni ikkinchi qismi обязательно chiqadi. Hamma